Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu ko'rib turgan spanning garniturimiz 2025-yilda trendga chiqadimi? Nima deysizlar? O'zingizlar fikringizni kommentariyada yozib ketinglar. Va undan tashqari bu komplektimiz yangilik model, bozor yuzini endi ko'ryapti. Xudo xolasa ko'pchilikka ma'qul keladi deyman. Har bir o'zbek xonadonini uylarida shunaqangi eng kamida mebellar bo'lishini talab qilamiz va undan tashqari ushbu komplektimiz ham yangilik. Xudo xolasa bu ham 2025-yilda eng ommabop model bo'lishiga ishonamiz. Sizlarga bu ikkala komplektimizni to'liq obzor qilib beramiz. Xudo xolasa agar ekran qarshisidan uzoqlashmasdan videoda oxirigacha ko'rsanglar, narxlari to'liq ma'lumoti beriladi. Albatta ustani o'zi bilan birgalikda. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, do'stlar, biz video obzorimizni boshladik. Akalar, opalar, bugungi video obzorimizni boshladik. Usta rahmatulloh, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamasdan. Charchamang. Xo'p, yangilik model to'g'risi juda ham chiroyli chiqibdi, gap yo'q. Sifati ham yo'g'i, ko'rish dizaynlari ham xuddalik Turkiya fasonlari bilan bir xil chiqibdi. Sexingiz adresi bilan aytib qo'ysangiz. Seximiz adresi, assalomu alaykum YouTube a'zolari. Seximizning manzili Andijon shahrida, hozirgi momentda Jahon bozorida turibmiz. Kelmoqchi bo'lganlar Jahon bozoriga kelib do'kondan ko'rib olishi ham mumkin. Xo'p, dastlabki xizmatlari butun O'zbekiston bo'ylab bor. Bor, butun O'zbekiston bo'ylab bor. Kelishilgan holatda dastlabki ustunlikka qilib beramiz. Gap yo'q. Keling, birinchi bo'lib shu shifonerdan boshlasak. Shkafimizdan boshlasak. Shkafimiz razmeri 250 210. 250 ga 210. Gap yo'q. Ichlari ham mana shu bir tomoni polka, bir tomoni vishilka qilib ishlangan. Xo'p. Kengini. Gap yo'q. O'rta qismiga o'tadigan bo'lsak, mana o'rta qismi. Tepasi polka, pasti vishilka. U vishilka nima uchun qo'yilgan? Endi kasm shimiga va shimlar deyiladigan bo'lsa, shunga mo'ljallab qo'ysa ham bo'laveradi, yilib turib. Gap yo'q. Bunisi muskoy tomoni. Jenskiy tomoni mana. Ikkala tomon ham deyarli bir xil ishlangan. Endi misol hamma xohlagandek foydalansa bo'ladi. Olagan narsalarni foydalansa bo'laveradi. Bu shkafimiz 3 qismga bo'linadi. 3 qismga bo'linadi. Mana o'rtasidan choklari bor. Uchasidan bo'lib naqsa bo'laveradi. Tagi ham oddiy ajraydi. Xo'p, buni materiali qanaqa materiallardan yasalgan? Bet qismi NDF krashinnik, ichi rossiyskiy laminat, chekalari 100%, apparatda bosilgan mana bu joylari. Qo'lda bosilgan joylari yo'q. Shu joyda rahmatulloh sizga bitta savol beraman. Oldi MDF, yonlari rossiyskiy laminatda deyilyapti. Agar yonlarini NDF qilsa ham bo'ladi-yu, lekin laminatdagi nima bo'lmaydi, chunki NDFga samarez urib bo'lmaydi. NDFga samarez uradigan bo'lsangiz, yolib ketadi chakida. Yolib ketadi. Laminat unaqa bo'lmaydi. Laminat unaqa bo'lmaydi. Laminatga disib qatirsangiz bo'laveradi. Bo'ldi, tushunarli. Gap yo'q. Spanningizni o'tadigan bo'lsak, spanningimizni kalla tomoni mo'shi material qilib, yumshoqroq qilib machalkada ishlangan. Machalka usti mo'shi material. Kirovkasi yuvib ishlataverasizlar. Xo'p. Spanningimizni tumbalariga keladigan bo'lsak, xo'p, ikkita tumba bor. Ikkita tumbasi bor. Bittadan tortma joylashgan ekan. Davchi rollardan qo'yilgan. Gap yo'q. Xo'p. Spanningning razmeri nechiga nechi? Spanningimiz razmeri matrasimiz 1.70 ga 220. Spanningimiz kalla tomoni 270 joy. 275 joyga tushadi. Xo'p, tagida sondig'i bormi? Tagida sondig'i bor. Matrasi ham birinchi matrasi ham mana ikki tomonlama aylantirib ishlasa bo'laveradi. U tomonni ham, bu tomonni ham. Ikki tomonlama qilingan, gap yo'q. Spanningimiz mana sondig'i ham bor. Bitta shkaf vazifasini bajaraveradi. Hozir bu joyga misol uchun bitta xo'jalikdek qishki yozgi kiyimlarini bemalol joylasa bo'ladi. Bemalol joylasa keng. Gap yo'q. Xo'p, yonlari yumshoq miyaki qilib ishlanibdi. Ishlangan mo'shi materialda bu yana. Mo'shi materialda. Gap yo'q. Xo'p, trimoni ko'rsatamiz endi. Trimoni bo'lsak, trimoyimiz razmeri 1.60. 1.60. Trimozimiz aynaga sensorlik. O'zi yonib o'chaveradi. Svetinligi ham 3 rangda yonib o'chadi ekan. Buni bosib tursa mana chekasiga sveti ham pasayaveradi. Bosib tursa. Bo'ldi, tushunarli. Bosib tursa pasayib nur pasayaveradi. Pasayib agar bittadan bosib o'chiradigan bo'lsa 3 rangda yonadi. 3 rangda bo'ladi. Trimoyimiz mana g'aladonlari, tillaragi mo'ljallar, hammasini adden qilib qo'ygan. Kerakli narsalarni solib foydalansa bo'ladi, gap yo'q. Bir tomonida 3 tadan g'aladoni bor. Tortmalar mana o'zi tortib oladi. Zo'r. Xo'p, bir tomonimizda 2 qanotli eshik joylashgan. 2 qanotli eshik. O'rtasida polkasi ham bor. O'rtada polka. Xo'p. Hozir men tushunishim bo'yicha
narigi tomonda misol uyda razmeri kichikroq bo'lsa sursa bo'ladi. Kichaytirib bo'lsa bo'laveradi, mana surilaveradi. Ha, bu tushunarli. Xo'p, endi to'liq ma'lumotini berdik. Endi buni narxi necha pulga qilib beramiz? Buni narxi hozirgi mana 11,5 million so'mdan qilib beramiz. Dastlabkasi kelishilgan holatda, dastlabkasi yo'q. Dastlabki o'zlari qilib oladi. Qilib oladi, kelishilgan. Boring, vodiy ichiga ustanovkasini bepul qilib bering. Vodiy ichiga ustanovkasini bekarga qilib beramiz. Xo'p, gap so'z bo'lishi mumkin emas bo'lsa, ko'rdinglar mana. Xudo xolasa hamma yo'g'i yaxshi. Agar kimga shu komplet kerak bo'lsa, ekran ustaning nomerini yozib qo'yamiz, bemalol o'ziga telefon qilib, yana boshqa variantlarni so'rasa, katalog tashlash beradi, imkoni bor. Xo'p, keyingi modelimizga o'tamiz. Keyingi modelimiz o'tadigan bo'lsa, bu seriya rangi bo'lakcha ishlangan, buni ham. Bu ham yangilik fasoni bu ham. Ha, yangilik. Gap yo'q. Xo'p, shkafdan boshlaymiz. 2 och chekasida polkasi bor. Shkafimizni polka joyi 54 sm, bemalol kiyimlar taylasa chuqurroq. Kiyimni ilganda eshik yopilishiga xalaqit qilmaydi. Hech qanaqa xalaqit qilmaydi. Eshik ilinadigan, kiyim ilinadigan joy 60 sm. Aha. Xo'p, tushunarlik. Ha, bu kiyim ilinadigan joy kengroq ishlangan, yana 60 sm ishlangan. Ha, gap yo'q. Polka, mana polka holati 54 sm. 54 qilingan, ha, tushunarli. Bir tomoni jeniski, bir tomoni muskoy. Bu kupeli varianti. Kupeli varianti. Gap yo'q. Xo'p, bu ham qanaqa materialdan qilingan? Bu ham beta NDF, krashnik, ichi rossiyskiy laminat. Ichi rossiyskiy laminat. Gap yo'q. Xo'p, razmerini aytdingiz, necha-nechilik? Razmeri buniki 255 ga 210. Keyingi razmerlarimizni 240 qilamiz. Sabab? Sabab endi hamma so'rayapti, 240 ko'proq so'rayapti. Endi misol kattaroq, kichikroq razmerlarda imkoni bor. Imkoni bor. Tushunarli. Xo'p, spanligimizga o'tamiz. O'tadigan bo'lsak, spanligimizni kalla tomonlari fondi mana yangi nimalar qilib ishlangan mo'shin material. Aha. Machalka. Mягкий qilib ishlangan bosh tomonlarni ham. To'kmas. Eng nimasi? Machalka qo'yilgan. Machalka qo'yilgan. Aha. Spanligimiz 2 yonboshida 2 tadan tumbasi bor, 2 tadan g'aladoni bor. Xo'p. Tepa qismida kichikroq, tay qismida kattaroq g'aladon joylashgan. Xo'p, svetilnilar yonib o'chadi, 3 xil rangda. 3 xil rangda. Shu joyda mana do'stlar, o'zining knopkasi bor. Mana yoqib o'chirganinglarda mana 3 xil rangda yonib o'chishi mo'ljallab qilingan. Xo'p, Bunimiz spanligi ham tagi shkaf vazifasini bajaradi. Sondig'i bor. Mexanizmlik. Gap yo'q. Xo'p, tushunarlik. Endi bu oldida yana qo'shimcha sonushlasi bor, sofasi. Ha, bunisi ham bor. Bu ham mo'shin materialda. Tepasi mягкий qilib ishlangan. Xo'p, ost spanligini razmeri necha bo'ladi endi buni? Spanligimiz razmeri matrasimiz 220 ga 170. Aha. Kalla tomonimiz 270, 275 joyga tushadi. Xo'p. Trimolni ham ko'rsatib o'tadigan bo'lsak. Trimoyimiz ham mana oynalari ham kengina. Ha, buni ham tepasi g'aladonlari ham tortmasi joylashgan. Xo'p. O'rtasida mana eshigimiz o'rtasida polkalargacha bor. Polkalar qo'yilgan. O'rtada bitta tortma bor. Bu tomonda eshik ham polkaligi. Polkali. Xo'p, gap yo'q, tushunarlik. Endi qarang, hozir ikkalasini ham ko'rsatib o'tdik. Misol uchun buni ham ko'rsatdik. Endi shu turishi misol uchun eng kichkina-yu eng katta necha uyga razmeriga to'g'ri keladi. 3,5 ga 4 ga bemalol tushaveradi. 3,5 4 ga tushaveradi. Xo'p, bunisi ham. Bunisi ham tushaveradi. Xo'p, bunisini 11,5 million dedik. Xo'p, endi buni narxi necha? Bunisini 9 million dedik. 9 millionga chiqarib beriladi. 9 millionga chiqarib beramiz. Andijon shahariga ustanovkamiz. Xudo xolasa qilingan ishlarga garantiya bor. Bor, xudo xolasa. Sabab birinchi qo'l o'zingizlar ishlab chiqarasizlar. Gap tushunarli bo'ldi. Endi misol uchun yana shu model yoqsa-yu ranglarini o'zgartirish imkoni bormi? Bor. Rangini xohlagan rangda chiqarib beraveramiz. Ha, buni ham imkoni bor. Buni ham, ikkovini ham xohlagan rangida. Keyin misol uy kichikroq bo'lsa, shu modelni o'zgarmagan holda rangni anaqa kichikroq qilish imkoni bor. Bor. Gap yo'q. Qadrdonlar, o'zingizlar ko'rib guvoh bo'ldinglar. Telefon qilaverasizlar Rahmatullohga. Ekranga telefon raqamlarini yozib qo'yaman. Telegram, WhatsApp ishlayapti. Bor, ishlayapti. Xo'p, do'stlar, sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi video obzorlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.